Shu tegashlarni turishini bitta ko'ring. Like tugmasini ham xuddi shuni rangida qilib qizartirib qo'ymasangiz bo'lmaydi. Andijon viloyati Shahrixon tumaniga yetib kelganman. Mana shu ikkita tegashli ham sotuvda akalar. Birinchi bo'lib sizlarni mana shu DAF Euro 6 bilan tanishtirib o'tib ketaman. Mercedes Actors videosini alohida qilib kanalga yuklaymiz. 2017-yilda ishlab chiqarilgan DAF XF Euro 6 bu 414 kuchiga ega, keyin 8 tali mexanika korobka bo'ladi. Bu o'zi zavodskiy Euro 5 motorda chiqqan ekan. Narxini aytib o'tib ketaman. Egalari 39 ming AQSh dollari deb aytayaptilar. Holatlari a'lo darajada, hech qanday kamchiliklari yo'q. Balolarning holatini videoni o'zida ko'rsatib o'tib ketaman. Ko'rib o'zingiz baho berib qo'ysangiz bo'lar edi. Baklari faqat bir tomonda 900 litrli bak bilan jihozlangan, AdBlue sistemalari uzdirib qo'yilgan. Agar mana shu tegashga qiziqqan bo'lsangiz, egalaringizga telefon qiling, to'liq ma'lumotni o'zlaridan olasiz. Bu videoni mana shunaqa DAF Euro 6 qidiruvga tanishlaringizga yuborib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Hammaga rahmat.